Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yakkasaroy Salomatina ko'chamizdan 4 sotixli 780 kvadratli 4 o'rinli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Fasadimizga bitta shu yerdan baho berib qo'yasiz va yaxshi niyat qilib bitta videomizni boshida layk qizartirib qo'yasiz. Bu yoqda esa mana archalarimiz ekilgan, rishotkalar qilingan. Ko'chamiz ham juda ham chiroyli ko'cha. Bu yoqda esa yashil maydonlarimiz bor. Kirish qismimiz ikkita darvozaxonamiz bu yoqda ham bor, narigi tarafimizda ham bor. Ugulda joylashgan bu xonadonimiz bo'ladi. Endi sizlar bilan ichkarilarni, hovlimiz ichkarilarini ko'rsatib o'taman. Kirishimizni qarang. Bu yoqqa ikkita mashinamizni bemalol qo'yib yuborsak bo'ladi. Juda ham chiroyli, sifatli, remont qilingan. Bular esa 3D kartinkalarimiz, hammasi qo'l mehnati. Buni 1 yil davomida o'z ustalari juda ham mukammal qilib qo'ldan chiqarishgan ekan. Hamma joyimizda mana ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli remont qilingan va shundoq kirib kelganimizda bu yoqda kattagina yana yashil maydonlarimiz bor. Yozgi oshxonamiz, hamma sharoitimiz bu xonadonimizda bor. Ikkinchi darvozaxonamiz bu tarafda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ortiqcha bezak ham yo'q. Hamma joyimizga mana shunaqa chiroyli kartinkalarimiz joylashtirilgan. Bu tarafga ham ikkita mashina qo'ysak bo'ladi. Bu tarafimizga ham yana ikkita mashina qo'ysak bo'ladi. Bu yoq bizni fasad qismimiz, ichkari qismimizdan. Endi uyimizning ichkarisini ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, uyimizning ichkari qismiga ham kirib oldik. Shundoq kirib kelganimizda bu yoqda umumiy bizning sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Yuvinish xonasi ham bor. Bu yoqda hojatxonamiz, hamma narsamiz ideal joylashgan. Bu tarafimizda esa stroyniy shkafimiz bor. Kirib kelganimizda bizni mana shunaqa kattagina hol qismimiz kutib oladi. Hol qismimizdan to'g'riga kirganimizda bu yoqda kattagina zal qismimiz. Zal qismimizga bemalol stol, mягкий mebellarni qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, remontlarimiz, qandillarimiz juda chiroylilari tanlangan. Bu yoqda kattagina LG original televizorlarimiz o'rnatilgan. Keling endi oshxona qismimizga kiramiz. Oshxona qismimizda ham shundoq kirib kelganimizda mana televizorlarimiz, bu yoqda esa bizni mana shu uyimizga mos bo'lgan kattagina muzlatgichimiz joylashgan va hamma mebel, texnika, hamma narsasi Bosch firmaniki qo'yilgan do'stlar. Bu yoqda mana bemalol stol-stullar qo'yib, mana shu yerda ham yengil choy ichib ketadigan sharoit qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda mikrovolnovka, duxovkalarimiz joylashgan. Hamma xonamizda konditsionerlarimiz bor va patologimiz ham balandligini ko'rib turibsizlar, juda ham baland. Xo'p, bu tarafimizda ham domofonimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda kattalarimiz uchun aynan yosh katta onaxonamiz, otaxonlarimiz bo'lsa, shular duosini olgan holda mana shu pastki etajimizga qo'ysak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, spalnilari, bu yoqda televizorlari, komodlari va yutug'i. Har bitta xonamizda o'zini yuvinish xonasi mavjud. Bu yoqda esa shkaf qismi ham bor do'stlar. Xo'p. Endi sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz, qani ketdik. Ikkinchi qavatimizga mana ko'tarilishimizda mana shunaqa chiroyli biz zinalarimiz yog'ochdan qilingan mustahkam perilalarimiz bor. Zinamizni ham ko'rib turibsizlar, kechqurunlari yosh kattalarini tutsa ham podsvetkalari yonib, bemalol urilmay, turtilmay tutsalar bo'ladi. Chiqqanimizda o'ng tarafimizda bizni yana bitta umumiy sanuzel qismimiz joylashgan va bu tarafimizda esa yana bitta spalnimiz, mehmonlarimiz kelib qolsa, mana shu yerlarga joylashtirib olsak bo'ladi. Shkaf qismlari, hamma narsasi bor. Xo'p, endi asosan ikkinchi etajimizda spalnilardan iborat. Bu yoqda yana bitta kattalar spalnisi, spalnimizda hamma sharoitlari bor. Bu yoqda televizorlari, komodlari va o'zini yuvinish xonasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin, har bitta xonamizda o'zini yuvinish xonasi bor do'stlar. Va bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz. Buni qiz bolalarimizga ham bersak bo'ladi, chunki ranglari aynan qizlarimizga mos keladi. O'zini bu yoqda alohida bo'lgan garderobniy xonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Kiyimlaringizni anchasini mana shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Bu yoqda esa kattagina yana yuvinish xonasi. Eshiklarimiz ham eng sifatli yog'och eshiklar qilingan. Yo'lak bo'ylab kelganimizda ikki tarafimizda komodimiz bor. Komodimizdan to'g'riga kirganimizda bizni bahaybat bo'lgan spalni qismimiz, ya'ni kattalar spalnisi, aytib o'tganimizdek, har bitta xonamizda konditsionerlarimiz bor, televizorlarimiz, komodlari, bu yoqda spalnilar, biralar va o'zini shundoq kirib kelganingizda ikki tarafimizda bu yoqqa erkaklarga, bu yoqqa ayollarga alohida garderobniy xonamiz bor. Tashqariga qaragan oynalarimiz, bu yoqda yuvinish xonasi va ko'rishingiz mumkin, chiroyligina vannalarimizni bu xonadonimizga joylashtirib qo'yishgan. Endi sizlar bilan ya'ni 4-qavatimizga chiqamiz. Podvoldan hisoblaganda ketdik. Kelinglar, bu aynan 4
qavatimiz bo'ladi. Kirganingizda mana shunaqa chiroyligina, kattagina joyimiz bor. Bu yerdan qanaqa foydalanasiz? Bu yoqqa mana mamdoq qilib yumshoq mebellarni qo'yib joylashtirsangiz, bu yoqqa mana televizorli zonamiz bor. Televizorlarni kattasini o'rnatilib, yaqin jahon chempionatini mana shu yerlarda O'zbekistonga balet qilib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shkoflari bor va kompyuterlaringizni mana bu tarafimizga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerdan yana bitta narsa, namozxona o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi, chunki gilamlarimiz, hamma narsamiz yangi, bemalol namozxona o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 1.300.000 so'ralyapti. Yana xudo xolasa joyida kelib, o'zingizlar ko'rganinglardan keyin chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibulloh bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Shunaqa uylarni qo'ldan boy berib olmaslik uchun bemalol bizga obuna bo'lib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.